Assalomu alaykum. Demak, bizada YouTube bo'yicha baxtsiz bo'lma loyihamizni boshqa rubrikada olinadigan sonlarni ko'rasiz. Shu kungacha siz aynan bu loyihamda qanday qilib turmushga chiqishdi, qanday natijalarga erishdi, aynan shu o'quvchilarim bilan tanishib borayotgan edingiz. Bugun esa master razbor diagnostik usulda aynan nima uchun munosabat qurisha olmayapti, nima uchun turmush kechikyapti, nima uchun ajrimdan keyin ikkinchi bora turmushga chiqish qiyinlashuvga aylanib boryapti. Shu jarayonlarni real mijozlarim orqali sizga diagnostika orqali ochib beraman. Hozirgi menga murojaat qilib kelayotgan mijozim 28 yoshda ajrashganlar va ikkinchi bora munosabatda garmonichniy holatni yaratib turmushga chiqish xohlayaptilar. Lekin muammo aynan nimada ekanligini bilmaganliklari uchun va buni qanday yechish kerakligi uchun oldimga murojaat qilib kelganlar. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, demak buni real keyslar orqali ochib beraman. Xush kelibsiz. Demak, meni diagnostik tahlilimga hozir sizni aynan yoshingiz va sizni qiynayotgan muammoingizni qisqacha aytib bersangiz. Men hozir 28 yoshdaman. Ajrashganman. Bundan 3 yil oldin ajrashganman. O'sha turmushim o'zi kechikkan. Lekin mana shu uyga boshida sovchi kelishlar ham kam bo'lgan. Masalan, ota-onam bilan yashaganimda ham o'sha paytda ham nimaga bunaqa deb turib holatlar bo'lardi deb o'ylanardim. Nimaga menga sovchi kam kelyapti? Ko'chadan so'rashardi, lekin hatto uyga kelmasdi, eshigimizni qoqib. Kam kelishardi, kelgan bo'lsa ham. Sovchi orqali kelishdi, tanishdik va to'yim bo'ldi. Lekin to'yim turmushdan keyin ko'p yashamadim. Darrov ajrim bo'lib ketdi bizada. Ikkinchi hozir turmushga chiqaman desam, oson emas ekan. O'zimning urovenimdagi erkakni izlayapmanmi, bilmayman. Masalan, turmushga chiqishni xohlayman. Hamma qatori oila qurishni xohlayman, lekin uchrashuvga chiq desa chiqa olmayman. Gaplashib ko'r desa gaplasha olmayman. Bilmayman men nima tutib turibdi. O'zim ham ayolligim his qilib turmushga chiqib farzandli bo'lgim keladi. Men qator o'rtoqlarim farzandlarini ko'rganimda ichimdan shunaqangi hozir narsa o'tyapti. Ular уже onasining bo'yiga tenglashib qolganda, 10 yosh, 9 yoshda. Men ham farzandli bo'lishni xohlab qoldim. Lekin nimaga turmushga chiqa olmayotganimni o'zim bilmayapman-da. Demak, shu muammoingiz bilan murojaat qilib keldingiz. Shunaqa. Xo'p. Ajrimga nima sabab bo'lgan? Qisqacha ayting. Ajrimga kuyov bilan kelisha olmaganmiz. Qaysi masalada? Intim masalasida ham, boshqa masalalarda ham kelisha olmaganmiz, chiqisha olmaganmiz ko'p holda. Siz qaror berganmisiz ajrimmi yoki uyingizdagilar? Men. Uydagilar qarshilik qilishgan boshida. Ajrimdan keyin qancha vaqt o'zingiz kela olmay yurgansiz? İşte 1-2 yillar kela olmaganman. Sabab? Depressiyaga tushib qolganman. Men hayotim bo'ldi, endi turmushga chiqa olmasam kerak deb o'ylaganman-da. Ikkinchi marta, chunki bizning oilada bunaqa bo'lmagan-da. Ikkinchi marta yana turmushga chiqish bu men uchun umuman yopilgan tema bo'lib qoldi. Demak, umidsizlikka tushgandingiz. Imkoni yo'q bu narsa. Shunaqa. Mana hozir shu muammongiz bilan murojaat qilib keldingiz-da. Lekin shu paytgacha sizga munosabat qurish uchun takliflar bo'ldimi? Da, bo'ldi. Lekin o'zim xohlagan takasi emas-da. Qanaqa takliflar tushdi, aytib bera olasizmi? Shu sovchi orqali takliflar tushdi asosan, lekin menga yoqmadi. Xo'p, sizga keyingi savolimni beraman. Munosabat qurishda aynan hozirgi paytda qanday qiyinchiliklarga duch kelyapsiz? Erkak kishi bilan munosabatga kirisha olmayman, umuman suhbatlasha olmayman ham. Masalan, men bilan gaplashib ko'r desa ham, gaplashib ko'rish harakat qilaman. Lekin 1-2 gaplashgandan keyin o'sha 3-kun atmen qilib yozmay qo'yaman-da, asabiylashib boshlayman. Uning gaplari menga yoqmay ketadi. Aynan qiyinchiligingiz nima? Munosabat qurishni bilmasligim menimcha.
erkaklarga ishonchim yo'q mani. Ha, mana birinchisi chiqdi. Demak, hozirgi paytda munosabat qurishdagi duch kelayotgan qiyinchiligingizni birinchisi erkaklarga ishonchingiz yo'qligi. Da. Keyingisi Erkaklar har doim ayol kishidan foydalanadi degan fikrim bor mani. aha, demak erkaklar uchun doim ayol foyda manbai. Shunaqa. Yana Bo'ldi menimcha shu. hozir mana shu ikkita qiyinchilikka duch kelyapsiz. Da. Aha. Yangi munosabat qurishda nima sizni to'xtatib turibdi? Ikkinchisi ham o'xshamasa, ota-onam nima deyishadi, jamiyat nima deyishadi degan fikr. Odamlar nima deydi? Shunaqa. Yana Shu agar ikkinchi marta ham turmushim o'xshamasa, bilmadim. o'zingiz kechira olmaysiz? O'zim kechira olmasam kerak. Demak, xato qilishga haqqingiz yo'q. Men xato qilishga haqqim yo'q ikkinchi marta. Sabab? Sabab bir marta xato qilib bo'ldim deyman. Endi ikkinchi marta meni xato qilishga haqqim yo'q. Chunki ota-onam bor. Ularning oldida men ularning gapini ko'tara olmayman ikkinchi marta ham. Shuning uchun qo'rqaman. Demak, hali qadam bosmasizdan xato qilishga haqqingiz yo'q, orqaga qaytyapsiz. Shunaqa. To'g'rimi? Shunaqa. Aha. Va aynan mana shu muammoni hal qilish uchun nimalar qilib ko'rdingiz bugungi kungacha? Domlaga bordingizmi? Nimalar qildingiz? Ko'p qizlarga. Domlalarga o'qitib ko'rganman lekin. Aha. Qanaqa usullarda o'qitib ko'rgansiz? Shu o'zimda o'qitib ko'rganman. Baxtochor degan narsalar bor-ku, o'shani o'qitib ko'rganman, boshqa narsa qilmaganman. Nega psixologlarga murojaat qilib ko'rmagansiz? Psixologlarga ishonib bo'lmaydi-yu, o'shaning uchun. Nega ishonib bo'lmaydi? Sabab? Jamiyatda shunaqa fikr bor-da. Masalan, internet ochib ko'rsam, psixologlarga ishonchsiz bo'lgan kommentlarni juda ko'p o'qiyman, o'shaning uchun shunaqa fikrga kelib qo'yganman. Atilla aka, men sizni ko'rdim, natijalaringizni ko'rib qaror qildim. Baribir 3-4 yil o'tib ketdi-da, ajrashganimdan keyin ham. Shuncha umrim, bundan keyin baribir baxtli bo'lishga haqqim bor meni ham. Qadam bosib ko'rgim keldi. Natijasi Allohdan. Demak, boya sanab o'tdingiz. Munosabat qurishdagi eng katta qiyinchiligingiz erkaklarga ishonchingiz yo'qligi va sizdan foydalanishlari. Qachon erkaklarga bo'lgan ishonchni yo'qotgansiz? Qaysi vaziyatdan kelgan? Otamni onamga bo'lgan munosabatidan keyin, turmush o'rtog'imni menga bo'lgan munosabatidan keyin. Qanaqa munosabat edi u? Otam onamni hech qachon qadrlamaganda. O'shandan keyin menda erkaklarga bo'lgan ishonch yo'qolib ketgan. Qadrlamagan. Onam qadrlanmaganda erkak tarafdan. Aha. Onangizga rahmingiz keladimi? Da, onamga rahmim keladi. Ular baxtlimi yoki baxtsizmi? Onam baxtsiz. Boya aytdingiz, munosabat qurishdagi duch kelayotgan qiyinchiliklarimdan yana bittasi, ya'ni erkaklar ayolidan foydalanadi. Demak, sizda ham mana shu jarayon bo'lgan. Qachon, nima sababdan bo'lgan? Menga onam erkaklar bilan gaplashma, yigitlar bilan erkaklar foydalanib ketadi, o'zining nafsi yo'lida ayol kishini, qiz bolani aldab ketadi. Bunaqasi ko'p bo'lgan deb juda ko'p misollar keltirishgan menga. O'shaning uchun menda ichimda qo'rquv bo'lib qo'yganda. Keyin atrofimdagi 1-2 ta mana shunaqa qizlarni ko'rgandan keyin manaqa qo'rquv bo'lib qolgan shunaqa. Shu. Sizdan foydalanishgan? Yo'q, mendan foydalanishmagan. Demak, bu hissiyotingizni aynan ona sizga kirgizib bergan. Onangiz. Shunaqa. Aha. Va haligacha shunday deb o'ylaysiz. Menimcha shunday. O'zingizda bo'lmasa ham bu narsa. Bilmadim endi onasini. Bilmadim bunisini. Hozir mana siz bilan gaplashdik-da, aytdingiz, "Shtobi onamga rahmim keladi" dedingiz. Onam baxtsiz dedingiz-da. Onangizni hayotida yashagan bo'larmidingiz ayol sifatida? Yo'q. 3 ta sabab keltiring. 3 ta sababmi?
onam o'zining qadrini bilmagan. Birinchisi, otam tarafidan sevilmagan. Erkak kishi tarafidan sevilmagan. Uchinchisi bizani deb jonini bergan u, lekin haligacha o'sha narsaning javobini olgan yo'qda. Hayot uchun, bizani uchun dadam bilan yashab kelgan. Qurbon bo'lgan. Qurbon bo'lib yashab kelgan. Men juda ko'p marta aytganman, ajrashing deb. Ota-onam ajrashmadi, lekin o'sha holat meni hayotimda yuz berdi. Mana shu joyi meni juda ham o'ylantiradi. Qanday qilib? Batafsilroq aytib bering. Masalan, men onamga shuncha yil ajrashing deb kelganman. Dadam masalan kerak joyda kaltaklaganman-da. O'shandan keyin menda erkaklarga bo'lgan ishonchim so'nib qolgan. Meni hayotimda mana shunaqa ajrim holat bo'ldi. Men turmush o'rtog'im tarafidan meni bunaqa kaltaklanishga men chidolmaganman-da. Siz ham kaltaklangansiz. Bir marta bo'lgan. O'shandan keyin men chidolmaganman. Bo'ldi, bu meni hayotim, meni erkagim emas ekan. Erkaklar o'zi hammasi mana shunaqa ayol kishiniga zulm o'tkazib yashar ekan. Hammasi degan fikr keldi. Men ajrashaman. Bir umr turmushga chiqmasam mayli deganman. Demak, shu joyda siz o'zingizga ustanovka qilgansiz. Butun umr turmushga chiqmasam ham mayli. Shunaqa. Bu fikrga nimadan keyin keldingiz? Turmushga chiqqanimdan keyin. Yo'q, aynan sizga qo'l ko'targanida qanaqa his qildingiz o'zingizni? Juda yomon his qilganman. Qanaqa his qilgansiz? Keraksiz his qilganman o'zimni. Nima, ayol kishi faqat kaltaklanishi kerak. Nimaga doim ayol kishini ezib yashashi kerak. Onam mana shunaqa yashadi, men bunaqa yashamayman deganman-da. Demak, men onamga o'xshamayman. Men onamga o'xshab yashamayman deganman. Shuning uchun ham bunaqa narsaga men ko'nmaganman. Ajrashib ketganman o'shaning uchun. Mana qarang, hozir men sizda ikkita og'riq ko'ryapman. Munosabat o'rnata olmasligingizda. Birinchisi, mana hozir aytdingiz, men onamga o'xshab yashamayman dedingiz. Biz o'zimizdagi ayollik energetikamizni o'z onamizdan olamiz. Va munosabatlar ilmini ham onadan olamiz, andozasini. Va siz aytyapsiz, men onamga o'xshab yashamayman. Aqlan aytyapsiz, hayotni ko'rib, lekin ong ostingizda har bir munosabatda onamni takrorlayman degan programma turadi. Lekin munosabatlarda siz onangizni takrorladingizmi? Takrorladim. Qurbon umrisiga kirib, erkak bilan shunaqa bo'lgan. Munosabatga kirolmas. Demak, birinchi munosabat qura olmaslikdagi sabab og'rig'ingiz chiqdi. Demak, hozir siz kimning hislari bilan munosabat qurayotgan ekansiz? Onamni. Осознание keldi. Keldi. Ikkinchisi, aynan mana shu munosabatni ko'rganingizdan keyin erkak bilan, demak, o'zingizga qanday ustanovka berdingiz? Men boshqa turmushga chiqmayman degan ustanovka berganman. Demak, haligacha turmushim yo'q. Chiqa olmayapman. Bu ikkinchisi. Endi uchinchisi, boya aytdingiz, men kaltaklanganimda o'zimni keraksiz his qildim. Bu ruhiy jarohat. Birinchi marta undan oldin o'zingizni qachon keraksiz qilgansiz? Menimcha onam urushganlarida men o'zimni keraksiz his qilgan bo'lishim kerak. Bir marta men shunaqa meni urushganlar, yomon qattiq urushganlar, o'shanda o'zim keraksiz deb his qilganman-da. Nima sababdan urushganlar? Bilmadim, endi bolalik qilib turib nimadir o'zing aytganini qilmaganmanmi? O'sha paytda meni kaltaklaganda. Onangizga quloq solmaganingizda. Shunaqa. Kaltaklaganlar. Kaltaklagan. Balki eringizga ham quloq solmaganingizda kaltaklagandir. Ssenariylar bir xilmi? Bilmadim. Haqiqatdan olsam qiyinroq-a? Shunaqa. Demak, kaltaklaganlar, quloq solmaganingizda keyin Ota-onam ko'p urush janjal qilganida nimaga
Qarang, mana onangiz sizni kaltakladilar Mhm. va o'sha vaziyatda siz o'zingiz keraksiz his qildingiz. Mhm. Keyin mana shu keraksizlik orqasidan oyingizga bo'lgan xafagarchilik qalbingizda qoldimi? Ha, haligacha ham eslayman o'sha voqeani. Haligacha eslaysiz. Mhm. Eslaganingizda nima bo'ladi sizda? Nima hissiyot keladi? Keraksizlik hissi o'tadi. Men onamga o'sha payti shunaqa qilmasa bo'lardi-yu, men kichkina edim-u. Xafasiz. Xafaman. Demak, bu xafagarchilik bolalik yillardagi keraksizlik jarohatini shakllantirgan. Va bu narsani to'g'ri terapiya orqali transformatsiya qilmas ekansiz, anglaganingiz bilan bu yechilmaydi. Va bu programma siz bilan ekan, har safar xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, mana ayollar bilan dugona munosabatni qurarsiz. Erkaklar bilan garmonishli munosabat qurmoqchi bo'lganingizda, demak, har safar sizni aynan keraksiz ekanligingizni eslatib turuvchi va mana shu og'riqni berib turuvchi erkaklar hayotingizga kirib keladi. Va boya aytdingizki, efirimizni boshida erkak bilan chiqisha olmayman, 3 kun o'tgandan keyin-da o'zim yozmayman javob, o'chirib tashlayman. Bloklab tashlayman. Bloklab tashlayman deysiz. Ya'ni ichimdan ko'tariladi deysiz, azat. Mana shu holatga kelishingiz sababi, demak, siz ichingizda yana o'zingizni keraksiz his qilmasligingiz uchun himoya mexanizmini ishga tushirib, ana u erkakni hayotingizdan chiqarib tashlaysiz. Shuning uchun ekanda. Nima uchun turmushga chiqib garmonishli munosabat qura olmayotganingizni javoblarini oldingizmi? Oldim. Qanday savollaringiz bor? Savollarim yo'q. Shu ishlash, mana shu narsadan chiqib ketishimga menga yordam berishingizni xohlayman. Demak, hozirgi holatingizda men yechim sifatida hech qachon bitta konsultatsiya yoki bitta terapiyani taklif qila olmayman professional ekspert sifatida. Chunki konsultatsiya hech qachon mijozlarimning yechim bo'la olmaydi. Chunki bittagina suhbat, bittagina anglash siz butun boshli hayotingizdagi jamiki munosabatdagi muammolaringizni hal qilib bera olmaydi. Shuning uchun konsultatsiyalarim har doim yopiq. Hozirgi kunda aynan siz qatori ajrim yoqasidagi, ajrashgan, turmushga chiqayotgan ayol qizlar uchun, demak, meni baxtli nikoh dasturim bor. Mana shu baxtli nikoh dasturimning hozir sizda aniqlangan keraksizlik ruhiy jarohatini professional psixoterapevtik terapiya orqali transformatsion yo'l bilan yechmoqchi bo'lsangiz, aynan meni 5-modulimda keltirilgan bu jarohatlar bilan ishlash va shaxsan o'zim siz bilan terapiya orqali mana shu jarohatingizni ishlab bera olaman. Ona bilan munosabatlarga keladigan bo'lsak, ya'ni ona bilan munosabatlardagi konfliktlar, ichki qarama-qarshilik, e'tirozlar, ayollikka yopilish, bular meni 1-modulimda keltirilgan. Aynan baxtli nikoh dasturimda va mana shu 1-modulim orqali siz mana shu og'riqlaringizni hammasini yechib va meni shaxsiy ong osti trenajyorlarim eshitgan holatda bu holatingizdan bemalol chiqib keta olasiz. Xo'p, tanishib chiqdingizmi o'zi baxtli nikoh dasturim bilan va uni ta'riflari sizga ma'qul keldimi? Ha, u bilan tanishib chiqdim. Lekin shu ozgina qimmatroq ekan. Shunga men o'zi kam oylik ishlayman. Shunga qimmatli qilyapti hozir menga ozgina. Hozir qarang, hayotingizni o'zgartirish uchun yo'l qidirib yurgandingiz. Balki qaysidir duolaringizda ijobat bo'ldiki, sizga sababni beruvchi inson qarshingizdan chiqdi. Va bu jarayonda aytyapsiz, ajrashganimga 3 yildan oshdi. 3 yildan beri umringizni havoga o'tkazdingiz. Va siz hozir уже eng gullagan davringizda farzandli bo'ladigan yoshda turibsiz. İnsanlar farzandli bo'lish uchun 3 dan 10 ming dollargacha ekoga sarflashyapti. Lekin hozir siz uchun aynan yillaringizni shunday o'tib ketishi muhimroqmi?
yoki hayotingizni o'zgartirib baxtli bo'lishmi? Albatta, hayotimni o'zgartirib baxtli bo'lish. Mhm. Mana shu nima deb o'ylaysiz? Aytadi-ku, mana bu gap bor-ku, narxi qancha mehrni ayting degandek, narxi qancha o'zi baxtli bo'lishning? Bebaho narxi. Mhm. Demak, qancha to'lasang ham kam. To'g'ri, qancha to'lasang ham kam. Endi bitta bolangni bag'ringga olib, turmush o'rtog'ing bilan yashaganing bu butunlay boshqa narsa-da. Mhm. Bitta Demak, haqiqiy ayollikda u. ayollik baxtini. Masalan, men buni qarz olib bo'lsam ham, tillarni sotib bo'lsam ham, kredit olib bo'lsam ham, to'lab o'qisam, natijasi qanaqa bo'ladi? Natijasiga kafolat berasizmi? Mhm. Agarda siz aynan mana shu savolni menga 90% kelayotgan ayol qizlar berishadi, bilaman. Sizlarda tabiiy og'riqlaringiz borligi uchun ikkilanish, arosat, qaror bera olmaslik bo'ladi. Bu tabiiy jarayon. Agarda siz menga to'lov qilganingizdan keyin 2 oy ichida mani har bitta aytilgan vazifalarim, berilgan modullarim, har bitta aytilayotgan bajarish shart bo'lgan vazifalarni bajarsangiz, u to'laqonli, asosini anglash holatida va mani yonimga aytilgan kunda terapiyaga kelsangiz, lekin shularni to'g'ri bajargan holatingizda ham birorta o'zgarish sizda sezilmasa, mana shu kursning oxiriga borganda, yo'q, men birorta ham o'zgarish sezmadim, lekin har birini siz aytganingizdek qildim va siz terapiyangizga ham qilib chiqdim desangiz, 100% pulingizni qaytarib beraman. Bilasizmi, nima uchun men shunaqa o'zimga ishonch bilan gapira olaman? Chunki meni metodikam o'sha nechidir insonlar taqdirini go'zal qila olgan va unga sabab bo'la olgan metodika va unga ishonaman. Uni to'g'ri bajarsangiz, sizni 100% natijaga borishiga. Tushunarli. Men sizni unda kutaman, baxtli nikoh dasturida. Bo'ldi, xo'p. Demak, bizning diagnostik tahlilimiz tugadi. Agarda mana shu videoda siz o'zingizda kechayotgan jarayonlarni ko'rgan bo'lsangiz va shu savollaringizga, shu og'riqlaringizga professional ekspertdan yechim olmoqchi bo'lsangiz, unda men sizni baxtli nikoh loyihamda kutaman. Undan ro'yxatdan o'tishingiz uchun aynan videoni tagida men sizga silka qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib, tanishib, menejerlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Va men sizga aziz opa-singillarim, ya'ni bir opangiz, bir singlingiz bo'lib, sizga ekspertlik maslahatim, umringizni baxtsizlik evaziga qurbon qilib o'tkazganingizdan ko'ra, hayotingizga bir bora qaror berib, tavakkal ila mana shu loyihaga qo'shiling va albatta sizning hayotingiz o'zgarib, ayollikni his qilishingizga men va'da beraman.